Salom do'stlar, qadrdonlar, yaqinlar. Bizni onlayn ravishda, hamda doimiy ravishda qo'llab-quvvatlaydigan guruhimiz obunachilari hamda chorvadorlar. Mana ma'lumki, bizni amaliyot o'tash joylarimiz Baykal ko'liga nihoyatda yaqin joyda bo'lgani uchun yana bir bora keldik. Xudo bergan mo'jizasi, go'zalliklar juda ko'p. Bulardan birini mana hozir sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Tomosha qilishlar mumkin. Quyosh botishi naqadar ajoyib. Bu ko'rinish ba'zan eslatadi, Titanik kinosini eslatadi. Endi bu oldindan ma'lum, bu kino oldindan eskidan ko'rib kelingan mashhur kinolardan biri. Lekin shu daryoni bo'yida turib, shu go'zalliklardan bahra olish ham bir ne'mat. Allohga ming bor shukr, mana shunday baxtdan bebahra qolmadik. Bizni kuzatishda davom eting. Bet xizmati 01 guruhi a'zolari.